Hoji akangizni va'dasiga ishonasizmi yoki yozma sheriklik shartnomasiga? Javobingiz ertaga pulingizni saqlab qolishi mumkin. Amaliyotchi yurist sifatida shuni aytaman. Bugungi kunda o'zini hoji akaman, birodarman, menga ishoning deb tanishtirib, odamlarning ishonchiga kiradigan ayrim shaxslar juda ham ko'paygan. Ular avval ishonch qozonadi, keyin esa pul, sherikchilik yoki investitsiya masalasiga kelganda muammolar boshlanadi. Eng achinarlisi nima bilasizmi? Odamlar mening oldimga kelib, u hoji edi, va'da bergandi, erkakcha gaplashgandik deyishadi. Lekin sudda bu gaplarning qiymati deyarli yo'q. Sud uchun muhim narsa bu hujjat. Imzo qo'yilgan shartnoma, huquq va majburiyatlarni belgilab bergan kelishuv. Esingizda bo'lsin, halol inson shartnoma tuzishdan qochmaydi. Chunki shartnoma ishonchsizlik emas. Bu ikkala tomonning ham huquqini himoya qiladigan kafolat. Shuning uchun hech qachon hoji aka ekan, tanish ekan, qarindosh ekan deb hujjatsiz ish qilmang. Agar sherikchilik, investitsiya yoki qarz munosabatlarini rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, avval huquqiy maslahat oling. Bitta to'g'ri tuzilgan shartnoma sizga yillar davom etadigan sud ishlaridan qutqarishi mumkin. Bizga murojaat qiling.